Chetda nimadir yomon yonyapti tog'mi? Mana sen tabibsan, Anatoliy yillar davomida mana shu Chanel bilan qiynayaptilar. Bormi bitta shuni davosi san yechimi? Uy sharoitida zo'r davosi bor. Oyoq terlashi, hidlanishi jonga tegdimi? Uy sharoitida oyoq terlash hidini yo'qotib yuboradigan super retsept bor. Videoda oxirigacha ko'ring. Bizga kerak bo'ladi vodorod perix chayni suvda hamda 2 litr iliq suv. Ishimizni iliq suvni quyib olamiz jonga. Oyoq terlashi shu hozir aynan mavsumi keldi. Krossovkalar kiyiladi, har xil issiq poyabzallar kiyiladi. Shunda oyoqqa havo o'tmasdan oyoq terilaydi. Natijada bakteriyalar, infeksiyalar bo'lib, oyoq hidlanishiga olib keladi. Vodorod periksi bakteriyalarni o'ldiradi, har xil hidlarni, noxush hidlarni yo'qotib yuboradi. Bundan biz yarmini qo'shamiz 2 litr iliq suvga. Shuncha yetadi. Endi 3 qoshiq chayni suvni. Chayni suvda oyoqni yumshatadi. Har xil bakteriyalarni bu ham o'ldirishga imkon beradi. Endi yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Oyog'imizni 15-20 daqiqa davomida vanna qilamiz. Tabiiy narsalar boshqacha tabari. 15-20 daqiqa oyoqni vanna qildik. Endi oyog'imizni yaxshilab quritib, paxta matodan bo'lgan paypoq kiyib uxlaymiz. Aytgancha bu videoni barcha oyog'i yonadigan, terlaydigan do'stlarga yuborib qo'yinglar. Keyin asosiysi oyoq kiyimda xuddi mana shunaqa suv tayyorlab yuvish ham esdan chiqmasin. Oyoq kiyimda ham bakteriya, infeksiyalar bo'ladi, u ham hidlanishga sabab bo'ladi. Bu muolajani haftada 3 marotaba qo'llasangiz bo'ladi, hiddan terlashdan batamom qutulasiz.